Если вы впервые на нашем канале, обязательно Sinemizni onasiga atab yozgan she'rlari bor ekan, shuni ozgina tinglab qolsak sizlarga, iltimos. Ha, chiqishamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hamilaga xush kelibsizlar. Albatta qiz bola kelin o'zini to'yda sahnaga chiqib gapirishlik bu yangichalik kiradi, buni bilaman. Lekin men hozir shu yangichalikni qila olmasam, u menga bunaqa qayta sharoit berilmaydi. Sizlardan shu uchun 5-10 minut vaqtingizni menga ajratishlarini so'rardim. Mashina turgan menimcha hamma bizni oilamizni sharoitini yaxshi biladi. Otasi katta bo'ldik. Yaxshi yomon kunlarni ko'rdik. Shu kunlarda bizni tashlab olmagan. O'zim uchun yashayman. O'zlaringni rizqingni topish demasdim. Biz uchun jonimni fido qiling. Onamga she'r yozgandim. Ruxsat bersa o'qib berardim. Kechagina yurgan edim, otlar xandon. Bugun borar joyim o'zga xonadon. Bilaman siz uchun go'dakman hamon. Baxtli bo'lay duo qiling meni onajon. Bilmabman bu uyga boribman mehmon. Baribir ishongim kelmaydi hamon. Dadam to'yim ko'rmadi shu menga armon. Baxtli bo'lay duo qiling meni onajon. O'zga uyga ketyapman, ko'zlarim yoshlab. Bu yoqqa yashayman tilimni tishlab. Endi hayot ayamaydi ko'p bo'lar muslab. Sabr qilay duo qiling meni onajon. Ko'rgan uyim nurga to'lsin har oqshom. Hamma ishim qilib bo'lmaydi namoshom. Ular meni yaxshi ko'rsin, demasin yomon. Chaqqon bo'lay duo qiling meni onajon. Qaynonamni xizmatini qilaman. Umr yo'ldoshim uchun ham tirilib o'laman. Farzandlarim uchun eng yaxshi ona bo'laman. Niyatlarimga yetay duo qiling onajon. Sizga hozir og'irdan, buni ko'nglim sezyapti. Siz o'stirgan gullarni boshqa bog'bon o'zyapti. 4 qo'lingizni olib kelib sizga alam qilyapti. Taqdir shu ekanda deb ko'zingizga yosh kelyapti. 10 erkakdan afzalsiz, biz uchun har dam har on. Siz haqiqatda bilmaganlar gapirmasinlar gumon. Siz biz uchun jannatsiz, aytaman shu on. Bizga siz hayot berdingiz, rahmat onajon. 4 qizingiz duodamiz, joningiz bo'lsin omon. Siz yaxshisiz, siz mardsiz, siz onasiz qahramon. Imkon bo'lsa berar edik biz uchun Usmon. Endi mendan rozi bo'ling, men ketyapman onajon. Bu gap oxirgi gap. Bitta onamdan duo so'ramayman, hamiladan duo so'rayman. Bugun mashinada yig'lab ketdi, lekin hech qachon yig'lab kelmasligim uchun Allohdan men uchun duo qilishingizni so'rayman. Rahmat.